Assalomu alaykum Rossiya musofirdagilar. Doim ichim siqilib yurardim musofirdagilar uchun bir foydam tegmayapti deb. Ana endi sizlar uchun foydam tegadi. Musofirdagilar uchun eng kerakli narsa bu o'sha o'tirgan musofir joyida turib O'zbekiston uyidagi muammolarni hal qilish. Dolzarb muammolardan biri esa bu uzoqdan turib pul tashlash. Svet o'chib qolsa, tok o'chib qolsa, gaz o'chib qolsa yoki telefonda payment qilish kerak bo'lsa. Eng asosiysi komissiya kam, kurs baland. App Store, Play Market. Shuni? Shundan? Bilasiz, mana shu dastur orqali yuklashlaringiz mumkin-da. Meniki tezpay. Do'stlar, jay darajasiga. Xullas bosinglar musofirdagilar. Xudo xolsa men Rossiyaga boraman ozgina qoldi. Shunchaki uzoqdan turib uydagi muammolarni hal qilasizlar. Xotinam javramaydi, uydagi muammolar ham hal, svet o'chib qolsa, sraz to'laverasizlar, gaz o'chib qolsa, musor, hammasiga, paynet o'chib qolsa, Wi-Fi o'chib qolsa, muammolar yo'q. Ana endi